Mahmut So'rayevimiz rahmat yo'llaydi. Bizga mahalla loyihasida kiritimiz bor, 3 kiritimiz bor. Biznesga ko'mak kiritimiz 5 millionlik bor, 17 millionlik bor, keyin 50 million so'mgacha bor. 5 millionligini bilan 17 millionlikni 4 yilga beriladi. İmtiyozlar 6 oy. 50 milyon so'mlik bor, 5 yilga beriladi, 2 yil imtiyoz davomida bilan beriladi. Tanlangan mahallaga o'z-o'zini band qilgan fuqaroga beriladi. Plastik kartochkaga tashlab beriladi. Kirdik. Maqsad asosida beriladi. Misol o'z-o'zini band qilgan yo'nalish bo'yicha shunga qarab beriladi. Misol chorvachilik deb o'z-o'zini band qilsa, chorvachilik yo'nalish bo'yicha beriladi. Tikuvchilik desa, tikuvchilik yo'nalish bo'yicha beriladi. Kitobi nima fuqaro olib kreditni foydalangan bo'lishi kerak. Masalan, issiqxona deb oldin kirdi olgan, hozir qaytib 50 million so'm kirib beramiz, issiqxonani ta'mirlash uchun. Ustiga salafonlar yeritilgan bo'lishi uchun salafonlar turbalar misol shu maqsadda beriladi. Talab qilinadigan hujjatlar o'z-o'zini band qilgan to'g'risida sertifikat oladi, so'roqdan keyin pasporti, fuqaroning keyin kafil asosida beriladi. Kafil berilsa, sug'urta polisi asosida sug'urta qilinsa ham bo'ladi. Assalomu alaykum. Men shu mahalla loyihasi bo'yicha tushuntirmoqchiman. Mahalla loyihasi 28-mart 2025-yildan o'zgartirish kiritildi. Bunga faqat ayollarga 2% marja tushirib, ya'ni 25% edi, erkaklarga 25%gacha qolib, ayollarga 23% dan kirit ajratilibdi. Keyin 312-sonli qaror bo'yicha ham kiritlarimiz bor. Bu aylanmasi bo'lgan, keyin 24-yilda, 11-yillarga kamida 1 yilda aylanmasi bo'lgan korxonalarga ajratiladi. 100 milliongacha garovsiz sug'urta polisi bilan o'zi 300 milliongacha beriladi. 300 million olmoqchi bo'lsa, 200 millionni 120% likvid mol-mulk bilan beriladi. Savollaringiz desam, men Premrod Pastor, Kiyo'g'ja mahallada yashayman. Biznesga o'sha ko'mak bo'yicha 17 million kredit olmoqchiman. Ha. Hujjatlarni zayningga topshirdi. Aniqlikni qo'yib beradi. Most talabga mos kelsa agar, o'sha tartibga mos kelsa agar, tamom beradi. Uzoqdan 3 bank ish kunga chiqadi. Xo'p, rahmat.